Ayni kunlarda tibbiyot sohasi vakillarining e'tibori Buxoroga qaratilgan. Boisi aynan shu yerda sog'liqni saqlash tizimida muhim o'rin tutuvchi anjuman hamda Turkiy dunyo mamlakatlari anesteziolog reanimatologlarining birinchi kongressi bo'lib o'tmoqda. Ushbu nufuzli xalqaro tadbirda dunyoning 150 ga yaqin yetakchi olimlari ishtirok etyapti. Ahamiyatli jihati kongress doirasida o'tkazilayotgan mahorat darslarida mahalliy mutaxassislarimiz xorijlik hamkasblari bilan tajriba almashish imkoniga ega bo'lishmoqda. Dastlabki reportajimiz shu haqda. Ushbu anjuman mamlakatimiz Shoshilinch tibbiy yordamni tashkil etishning dolzarb muammolari, yutuqlar, muammolar va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi anjuman hamda Turkiy dunyo mamlakatlari anesteziolog reanimatologlarning birinchi kongressi sohada ilmiy va amaliy hamkorlikni keng yo'lga qo'yishga va Turkiy dunyo mamlakatlari o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Всего участвовало 13 стран. Bu yerda 13 davlatdan kelgan yetakchi mutaxassislar jam bo'ldi. Bu Turkiy dunyoning deyarli barcha davlatlari va boshqa davlatlarning tibbiyotdagi birlik ramzi deyish mumkin. Har bir ishtirokchi tibbiyotning turli yo'nalishlarida yangicha uslub va tajribalarni o'rtoqlashadi. Bu o'ziga xos tajriba almashish maydoni va o'zaro hamkorlik demakdir. Kongressning katta qismi mahorat darslariga ajratildi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida dunyoning mashhur shifokorlari ishtirokida 20 ta murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Ahamiyatisi ushbu yo'nalishdagi bemorlarni xorijda davolash kamida $3-4 ming xarajat talab qilgan. Türk Dünyası Anestezi ve Reanimasyon Kongresi'ne davet edildiğim için Ushbu nufuzli xalqaro tadbirga dunyoning 150 ga yaqin yetakchi olimlari tashrif buyurgan. Birgina Turkiya davlatidan 52 nafar mutaxassisning undan ortiq jahonning mashhur anesteziolog va reanimatologlari ishtirok etdi. Qolaversa, har bir mutaxassis o'z yo'nalishida yuqori texnologik operatsiyalarni bajarmoqda. Bu orqali 3 kun davomida 150 dan ortiq mahalliy mutaxassislar malakasi oshirildi. kalındı. Eng muhimi, kongress sohada ilmiy va amaliy hamkorlikni keng yo'lga qo'yishga va Turkiy dunyo mamlakatlari o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.